Milliy taom, osh markaz, restoran deysizlarmi, shashlik, besh barmoq, xullas, oshxona sohasi uchun tayyor joy topib qo'yganmiz. Bu joyimiz juda ham arzon narxda arendaga beriladi. Bu joyimiz 950 kvadrat, remontlari idealniy qilib qo'yilgan. Birinchi etajda xona qilib kabinkalar qilib qo'yilgan, ikkinchi etajda VIP kabinkalar qilingan va plus podvali ham bor ekan. U joyi ham VIP kabinka qilsanglar bo'ladi. Bu joyda plus taraflarini bitta sanab o'tamiz. Kondisionerlari qilingan, lyustralari qilingan, hamma mebellari tayyor holatda kelib ishi boshlasanglar bo'ldi. Kuxnyasiga kelsak, 4 ta qozon o'choq qilingan, gaz plitalari, xolodilniklari, stol, stilajlari, posudomoykaga moykalari, suv kanalizatsiyalari, xullas ishlash uchun hamma narsa tayyor va alohida zagotovka xonalari va mangal shashlik uchun tayyor qilib vichkalar qilib qo'yilgan. Hamma narsa tayyor. Kelib ishi boshlasanglar bo'ldi. Joy lokatsiyasi ham juda ham zo'r joyda joylashgan. Birinchi liniya yo'l yuzida, oldida parkovkalari bor. Olmazor rayon, Qorasaroy Perekroskasi, bu tarafimiz ikkinchi radom, Olmazor City, Qorasaroy Residence. Odam juda ham gavjum joyda joylashgan. Xo'p, akalar, narxiga kelsak, bilasizlar, shahar ichida quruq korobkani holatida ham 10, 15, 20 dollar, даже podvol ham. Bu joy sizlar shu ko'rib turgan, sanab o'tilgan hamma narsalari bilan atiga 8 dollardan kvadratiga olsanglar bo'ladi va umumiy holatda kelsanglar, ya'ni realniy klientlarga o't beriladigan, baraka qiladigan joy bor. Kelib, pastdagi nomerlarga akalarga telefon qilib, baraka qilib olsanglar bo'ladi.